Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi sizlar bilan o'tadigan ma'ruzamiz mavzusi boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish. Bugungi sizlar bilan o'tadigan ma'ruzamizning rejalari quyidagilar. Birinchi reja: boshlang'ich sinflarda darsdan tashqari mashg'ulotlarning mazmuni va mohiyati. Ikkinchi rejamiz darsdan tashqari mashg'ulotlarning turlari va ularni tashkil etish usullari. Uchinchi rejamiz darsdan tashqari mashg'ulotlarda foydalaniladigan topshiriqlar turlari. Birinchi rejamiz boshlang'ich sinflarda darsdan tashqari mashg'ulotlarning mazmuni va mohiyati. Biz bilamizki, o'quvchilar maktabda matematika, yuqori sinflarda matematika, ximiya, fizika kabi fanlarni o'tishadi. Bu fanlarni yaxshi o'zlashtirishlari uchun ular boshlang'ich sinflarda matematika fanini chuqur o'zlashtirishlari kerak bo'ladi. Buning uchun esa matematikadan nafaqat darsda, balki darsdan tashqari, sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilishimiz zarur va kerakdir. Matematikadan sinfdan tashqari ish deyilganda, o'qituvchilarning darsdan tashqari vaqtida tashkil qiladigan dastur bilan bog'liq material asosida va ixtiyoriylik prinsipiga asoslangan mashg'ulotlarga aytiladi. Matematikadan o'quv ishlarini tashkil etishni darsdan tashqari mashg'ulotlarning qanday asosiy vazifalari mavjud? Bular o'quvchilarni bilimlarini va amaliy malakalarini chuqurlashtirish va kengaytirish. Bunda o'quvchilarni darsdan tashqari dastur bilan bog'liq, ammo matematika darsliklarida berilmagan murakkabroq misol va masalalarni ishlash, ularni har xil topshiriqlar, qiziqarli topshiriqlar ko'rinishida berib, ularni bilan shug'ullanish o'quvchilarni bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirish vazifasini bajaradi. Keyingi asosiy vazifalarimizdan biri mantiqiy tafakkurni, topqirlikni, matematik ziyraklikni rivojlantirish. Bunda har xil mantiqiy masalalar, krossvordlar, arifmetik rebuslar, har xil qiziqarli masalalar, topshiriqlar berish orqali o'quvchilarning matematik mantiqiy tafakkurini, topqirligini va ziyrakligini rivojlantirishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyingi vazifalarimizdan biri iqtidorli va qobiliyatli bolalarni aniqlash va ularni yanada o'sishiga yordam berish. Bunda biz iqtidorli o'quvchilarni har xil testlar yoki bo'lmasam yozma ishlar orqali ularning bilimlarini tekshirib ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari esa psixologik testlar bilan ham ularning iqtidorini aniqlashimiz va ularni yanada o'sishiga yordam berishimiz, ya'ni har xil olimpiadalarga tayyorlashimiz matematikadan sinfdan tashqari ishlarimizning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Undan keyingisi esa matematika faniga qiziqishni shakllantirish. Ya'ni matematikaga qiziqishi bo'lmagan o'quvchilarni ham matematika faniga qiziqtirishimiz nazarda tutilyapti. Ular matematikani o'zlashtirishda orqada qolayotgan o'quvchilarimizni ham har xil qiziqarli topshiriqlar orqali matematika faniga qiziqtirib, ularni yanada rivojlantirishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyingi vazifamiz o'quvchilarni intizomli bo'lishga, mehnatga mehr qo'yishga, jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini tarkib toptirishga va xullas shunga oid tarbiyaviy ishlarni amalga oshirish nazarda tutilyapti. Bunda biz bilamizki, darslarimizda ta'limiy ishlar bilan birga tarbiyaviy ishlarni ham amalga oshiramiz. Xuddi shunday sinfdan tashqari ishlarimizda ham ta'limiy ishlar bilan birga tarbiyaviy ishlarni tengma-teng olib borishimiz nazarda tutilyapti. Undan keyingi vazifamiz esa asosiy vazifalarimizdan biri o'quvchilarga matematikadan ilmiy ommaviy adabiyotlar bilan ishlash o'rgatish. Ya'ni bunda nima nazarda tutiladi? Matematika darsliklaridan tashqari hozirgi kunda juda ham ko'p matematikadan masalalar to'plami, testlar to'plami, har xil olimpiadalarga tayyorlash to'plami, qolaversa prezident maktablariga kirish uchun tayyorlanadigan har xil mashqlar to'plamimiz mavjud. Bular ilmiy ommabop adabiyotlar shaklida ishlab chiqarilgan va shular bilan ishlashni o'rgatishimiz sinfdan tashqari ishlardan amalga oshiriladi. Bundan tashqari nafaqat ilmiy adabiyotlar, ilmiy jurnallarimiz ham mavjud. Masalan, Jajji akademik va shunga o'xshash ilmiy jurnallarimiz bilan ham ishlashni o'rgatsak, bolalarimizda matematikaga bo'lgan qiziqishlari yanada kengayadi, bilimlari ortadi. Undan keyingi asosiy vazifamizdan biri bu o'quvchilarda matematik olimlar haqida tushunchalar va tarixiy materiallar haqida tasavvurlarni kengaytirishdan iboratdir. Bunda nima nazarda tutiladi? Bunda matematik olimlar, tarixiy masalalar, o'sha tarixiy olimlarning nima yangiliklar kiritishganlari matematika faniga va hozirgi zamonaviy matematik olimlarimiz qanday yangiliklar kirityapti, mana shular haqida o'quvchilarga ma'lumotlar berib borish
va o'shalar haqida tasavvurlar hosil qilish nazarda tutilyapti. Mana shu asosiy vazifalarimizning bir qismini biz darslarda amalga oshiramiz. Ammo dars vaqtlarimiz chegaralanganligi tufayli biz darsdan so'ng sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilamiz va mana shu asosiy vazifalarimizni amalga oshiramiz. Keyingi maqsadimiz matematikadan o'quv ishlarini tashkil etishda darsdan tashqari mashg'ulotlarning asosiy maqsadi nimadan iborat? Bunda biz murakkab misol va masalalarni yechishni mashq qilish, matematikaning hayot bilan bog'liq bo'lgan tomonlarini ochadigan va dasturga kirmagan ba'zi savollar bilan tanishtirishni va yana o'quvchilar bilimidagi kamchiliklarni bartaraf qilish hamda qoloqliklarning oldini olish qilib maqsad qilib olamiz. Xo'p, sinfdan tashqari ishlarimiz sinfdagi darslar bilan qanday farqi bor? Bularning ba'zi bir farq qiluvchi xususiyatlari mavjud. Bulardan birinchi farq qiluvchi jihati o'z mazmuni bo'yicha matematika dasturiga taalluqli emas. Ammo beriladigan bilimlar o'quvchilarning kuchiga mos bo'lishi kerak. Ya'ni matematika bo'yicha dasturga taalluqli, ammo dasturga kiritilmagan va o'quvchilarning kuchiga mos bo'lishi kerak. Ular boshqa yuqori sinflarga mos aralashib ketmagan holda mana shu rejalarda tuzilgan bo'lishi kerak. Undan keyingi ikkinchi farq qiluvchi xususiyatdan biri sinfdan tashqari ishlarni imkoni boricha barcha o'quvchilarni jalb qilishimiz kerak, ya'ni qiziqtirishimiz zarur. Chunki past o'zlashtiruvchi o'quvchilarni ham qiziqish yordamida aktiv o'quvchilarga aylantirishimiz mumkin. Undan keyingi uchinchi xususiyatimizdan, farq qiluvchi xususiyatlarimizdan biri sinfdan tashqari ishlar ixtiyorlik prinsipiga asoslanadi, ya'ni majburiy emas. Lekin o'quvchilarning qiziqishini ta'minlashimiz lozim bo'ladi. Bu mashg'ulotlarda baho qo'yilmaydi. Ammo darslarda, sinfdan tashqari ishlarda faol ishtirok etgan o'quvchilar rag'batlantiriladi. Undan keyingi farq qiluvchi xususiyatlarimizdan biri ma'lumot mazmuni va shakllariga qarab 10-12 daqiqadan 1 soatgacha mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Bunda biz mashg'ulotlarimizning turlariga qarab vaqtni ajratishimiz mumkin. Masalan, 10 minutliklarimiz o'z nomi bilan 10 minut vaqtga ajratilgan bo'ladi. Bir xil mashg'ulot turlarimiz esa 25 minut ajratilgan bo'lishi mumkin. 40 minut, 45 minut masalan qiziqarli matematika soatlarimiz 45 minutga mo'ljallangan va har xil matematik ertalik kechalarimiz 1 soatlarga mo'ljallangan bo'ladi. Lekin darsdagi o'tadigan darslarimiz faqatgina 45 minutga mo'ljallangan. Farq qiluvchi jihati yana bir jihati shunda. Undan keyingi farq qiluvchi jihatimizdan biri sinfdan tashqari ishlarning mazmuni va shakllarining turli-tumanligidir. Sinfdan tashqari mashg'ulotlarimiz bir-biridan keskin farq qiladi. Ularning mazmunlari ham boshqacha, shakllari ham turli-tumandir. Sinfdan tashqari ishlarimizning ikkita turini farq qilishimiz mumkin. Birinchi turi rejadagi materiallarni, ya'ni DTS ta'limidagi materiallarni o'zlashtirishda orqadan qoladigan bolalar bilan ishlash kerak. Biz bilamizki, bu turdagi mashg'ulotlar mamlakatimizning barcha maktablarida mavjud. Bunday mashg'ulotlarni bilimlar darajasi bir-biriga yaqin, ya'ni bilimlar darajasi biriniki ko'p, biriniki kam bo'lgan paytda biz ularni bir sinfda mo'ljallab o'ta olmaymiz. Shuning uchun bilimlar darajasi bir-biriga yaqin bo'lgan. Ozi bilan 3-4 ta o'quvchi 10-15 ta, uzog'i bilan 20 tagacha bo'lishi kerak. Undan oshib ketmasligi kerak. Mana shunaqa kichik guruhlarda o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu guruhlarimiz kamida haftada 2-3 marta darslar o'tkazilishi mumkin bo'ladi. Sinfdan tashqari ishlarning ikkinchi turi bu matematikani o'rganishga qiziquvchi bolalar bilan o'tkaziladigan mashg'ulotlar kiradi. Bunda biz bolalarni har xil olimpiadalarga tayyorlash, nafaqat o'zimizdagi O'zbekistondagi olimpiadalar, balki chet el olimpiadalariga tayyorlash ishlarida mana shu mashg'ulotlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilish va o'tkazish metodikasi nimalarga asoslanishi kerak? Birinchisi, darsda o'quvchilar olgan bilim, malaka va ko'nikmalarni hisobga olgan holda o'tkaziladi. Boya aytganimizdek, bilimlarga mos bo'lgan rejalarni tuzishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi, sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarning xohishi, havaskorligi, ijodkorligi, tamoyiliga asoslanishi va har bir o'quvchini fikriga qarab ularni qoniqtirish maqsadida tashkil qilinadi. Uchinchisi esa sinfdan tashqari ishlarni o'tkazish shakllari darsdan farq qilib, qiziqarli tomoni kuchli bo'lishi kerak.
o'quvchilarni qiziqtira olish kerak. Buning uchun zaruriy shart shundaki, o'tkaziladigan ishning rejalashtirilishi va tizimli murakkabligi jarayonidir. O'quv ishini tashkil etishning darsdan tashqari quyidagi shakllari mavjud. Birinchisi mustaqil yurishlar. Ikkinchisi esa o'quvchilar bilan yakka va guruhli mashg'ulotlar. Uchinchisi matematikaga qobiliyatli o'quvchilar bilan o'tkaziladigan mashg'ulotlar. To'rtinchisi matematikadan sinfdan tashqari tadbirlar va qiziqarli mashg'ulotlar. Beshinchisi o'quvchilar bilan ishlab chiqarishga, tabiat qo'nlariga ekskursiyalar qilish. Xo'p, bu shakllarimizning birinchisi uy ishlar, ya'ni darsdan tashqari bajariladigan mustaqil ishlar. Bu mustaqil ishlar qanday bo'lishi kerak? Uyga berilgan vazifalar o'quvchilarning kuchlari va bilimlariga mos bo'lishi kerak. U darsda bajarilgan ishlarning boshqacharoq varianti bo'lib, uni aksariyat o'quvchilar bajara oladigan bo'lishi kerak. Uy ishlari haqida o'qituvchi doskada tushuncha berilishi va har xil ko'rgazmalardan foydalanishi kerak. Keyingisi uy vazifalarini tizimli ravishda berish kerak. Ya'ni tizimli ravishda degani bu bir-biriga bog'liq holda, lekin bir-biriga o'xshash bo'lmagan vazifalarni berish kerak bo'ladi. Uy ishlarining hajmi matematika darslarida beriladigan, bajariladigan ishlarning 30-40% dan oshmasligi kerak. Har qanday uy ishi o'qituvchi tomonidan tekshirilishi, ular baholanishi kerak. Uy vazifasining bajarilish talablari bir-biridan farq qilib, turli-tuman bo'lishi kerak. O'quvchilarning alohida va guruhli ishlari mavjud. O'quvchilar bilan ishlash jarayonida alohida, ya'ni individual ishlarni tashkil qilishdan asosiy maqsad o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlarini va bilimlaridagi o'sha kamchiliklarni bartaraf qilish va o'quvchilarning o'zlashtirmaslik sabablarining oldini olish va ularni bartaraf qilishdan iborat. Ya'ni o'quvchilar bilimlar jarayonlarida qayerlarda bo'shliqlar mavjud, biz o'sha bo'shliqlarni aniqlashimiz, ya'ni har xil testlar, misollar, masalalar yechish orqali qayerda o'quvchilarda bo'shliq paydo bo'lgan va biz o'sha o'quvchilardagi bo'shliqlarni to'ldirishimiz, o'sha bo'shliqlar bilan yanada ishlashimiz va o'quvchilarni nima uchun o'zlashtirmayapti? Qanday sabablari bor? Balki biz juda ham mavzularni ko'p qiyinlashtirayotgandirmiz yoki bo'lmasam uydagi vaziyat shundaydir. Ota-onalar bilan bog'langan holda shu vaziyatlarni, sabablarini aniqlashimiz kerak. Kasal bo'lgandir, balki darsga kelmagandir. Mana shu sabablarni aniqlab, ularni biz bartaraf qilishimiz kerak bo'ladi. Undan keyingi guruhli mashg'ulotlarimiz bu butun sinf o'quvchilari bilimidagi kamchiliklar bir xil bo'lganda o'tkaziladi. Ya'niki kamchiliklari o'zlashtirmayotgan o'quvchilar va o'zlashtirish jarayonida oldinga o'tib ketayotgan o'quvchilarni biz bir xil guruhlarda mashg'ulotlar birgalikda olib bora olmaymiz va o'sha bir xil kamchiliklarni birga bo'lgandagilarni birlashtirib guruhli mashg'ulotlar o'tkazishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchi rejamiz darsdan tashqari mashg'ulotlarning turlari deb nomlanadi. Darsdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil qilishimizda ularning turli xil turlari mavjud bo'lib, bular quyidagilar: matematik 10 minutliklar, matematik to'garaklar, olimpiadalar, qiziqarli matematika soatlari, qiziqarli matematik kechalar, matematik ekskursiyalar, matematik ro'znoma, matematik viktorina, matematik burchaklar va shu kabi turlar uchraydi. Turlarimizdan biri bu matematik 10 minutlikdir. Matematik 10 minutlik bu o'z nomi bilan 10 minutga mo'ljallangan sinfdan tashqari ishning bir turi hisoblanadi. Buning o'tkazish metodikasi quyidagicha. Birinchi sinfda haftasiga bir marta butun sinf o'quvchilar ishtirokida o'tkaziladi. Sinf chegarasidan tashqarida, maktab hovlisida, tabiatda, har xil ekskursiyaga borgan joylarimizda ham o'tkazilishimiz mumkin. Undan tashqari esa sport zallarida ham o'tkazishimiz mumkin, darsdan tashqari vaqtda sinf xonasida ham o'tkazishimiz mumkin va o'shanda 10 minutlikka mo'ljallangan, javoblari tez topiladigan topshiriqlar berish orqali o'tkaziladi. Darsda beriladigan topshiriqlardan farq qilib qiziqarli berilishi maqsadga muvofiqdir. Mana shu topshiriqlarimiz mazmuni bolalarning bilim saviyasiga mos bo'lishi kerak, qiyin bo'lmasligi kerak, oson bo'lishi kerak.
va boya aytganimizdek javoblar tez topilishi kerak va o'sha beriladigan topshiriqlar, u yerdagi hisoblashlar og'zaki bajarilishi kerak bo'ladi. Masalan, biz matematik umumliklarda har xil krossvordlar yoki bo'lmasam har xil matematik she'riy masalalar yoki bo'lmasam matematik topshiriqlar, matematik fokuslar, arifmetik rebuslar va boshqa mashg'ulotlarni turlarini berib borishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyingisi qiziqarli matematika soatlari. Bu yana bir sinfdan tashqari mashg'ulotlarimizning turi hisoblanadi. Qiziqarli matematika soatlari mashg'ulotlarimizning bu turi nisbatan ko'proq vaqtga mo'ljallangan bo'lib, qiziqarli o'yin, sonli topishmoqlar, she'riy masalalar, hazil masalalar va sahnalashtirilgan masalalardan tarkib topishi mumkin. Bunday mashg'ulotlar 1-sinf o'quv yilining 2-yarmidan boshlab o'tkaziladi. Sinfdan tashqari mashg'ulotlarimizning yana bir turi qiziqarli matematika soatlaridir. Qiziqarli matematika soatlari mashg'ulotlarimizning bu turi nisbatan ko'proq vaqtga mo'ljallangan bo'lib, qiziqarli o'yin, sonli topishmoqlar, she'riy masalalar, hazil masalalar yoki bo'lmasam sahnalashtirilgan masalalar va boshqalardan tarkib topadi. Bunday mashg'ulotlar 1-sinf o'quv yilining 2-yarmidan boshlab o'tkaziladi. Chunki 1-sinf o'quvchilarimizning 1-yarim yilligida ular harflar tanish, sonlar tanish bilan mashg'ul bo'lishadi. Shuning uchun 2-yarmidan boshlab o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Ular avval bir oyda 1 marta, keyinchalik esa 2 martadan o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Darsdan keyin barcha o'quvchilar bilan birgalikda o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi. 1-sinfda bu mashg'ulot epizodik tarzda, ya'ni har xil o'yinlar tarzida, har xil ertak ko'rinishida yoki bo'lmasam sahnalashtirilgan ertaklar yoki masalalar ko'rinishida o'tkaziladi. Bu epizodik ravishda o'tkazish shunaqa tushuniladi. 2-4-sinfda esa tizimli ravishda oyiga 1-2 marta o'tkaziladi. Ya'ni tizimli ravishda degani bu bir-biriga bog'liq holda mana shu qiziqarli matematika soatlarimiz o'tkaziladi. Mashg'ulotimizning davomiyligi 1-sinfda kamroq 20-25 daqiqani tashkil etsa, 2-sinfda 25-35 daqiqani tashkil qiladi. 3-4-sinflarimizda esa 35-45 daqiqalarni o'tkazish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Qiziqarli matematika soatlarida beriladigan topshiriqlar quyidagicha bo'lishi mumkin. Qiziqarli matematika, arifmetik va geometrik mazmundagi masalalar, ya'ni qiziqarli masalalar va qiziqarli geometrik masalalar berilib borilishi kerak bo'ladi. Murakkab masalalar bular har xil nostandart, mantiqiy masalalar tushuniladi. Undan keyingisi hazil masalalarimiz. Bu hazil masalalarimizda o'quvchilar e'tiborlikni, ziyraklikni talab qilinadi. Undan keyingisimiz qiziqarli kvadratlar. Bu qiziqarli kvadratlarimiz ayrim joylarda sehrli kvadratlar deb ham ataladi va ularda sonlarni bir-biriga qo'shgan holda ulardagi bir xil sonlarning kelib chiqishi o'quvchilarni hayratga solib, ularni sehrli kvadratlar deyishimizga sabab bo'ladi. Undan keyingi esa arifmetik rebuslar. Arifmetik rebuslarimiz bu qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallarini o'z ichiga olgan rebuslar hisoblanadi. Matematik topishmoqlarimiz. Bu matematik topishmoqlarimiz, demak, javoblari matematika terminlariga taalluqli bo'lgan topishmoqlar nazarda tutiladi. Matematik fokuslar va yana boshqa turli xil qiziqarli topshiriqlar berib borilishi maqsadga muvofiqdir. Undan keyingi sinfdan tashqari mashg'ulotlarimizning asosiy turlaridan biri matematika to'garagidir. Matematik to'garaklari, masalan, hozirgi kunda deyarli hamma maktablarda tashkil qilingan va bu matematik to'garaklarimiz matematik bilimdon yoki bo'lmasam jajji bilimdon yoki jajji olim va xullas har xil nomlar bilan nomlanadi va bu to'garaklar ixtiyoriy ravishda tuziladi. Bu to'garak mashg'ulotimiz 30-40 minut davom etadi. Undan ko'p davom etsa bolalarni zeriktirib qo'yish mumkin. Har qaysi matematika to'garagida qatnashadigan o'quvchilarning soni 15-20 tadan oshmasligi kerak bo'ladi. Mashg'ulotlarni sentyabr oyining 2-yarmidan boshlab may oyining 1-yarmida yakunlashimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. 1-sinflarda esa aytib o'tganimizdek 2-yarim yillikdan boshlash maqsadga muvofiq bo'ladi. To'garakda turli xil tarixiy, nazariy va amaliy materiallar o'rganish mumkin bo'ladi. To'garaklarimizda turli xil tarixiy, nazariy va amaliy materiallarni o'rganishimiz mumkin. To'garak mashg'ulotlarini o'tkazish sinf darslariga yaqin bo'lishi kerak. To'garak kutubxonasi, matematika burchagi tashkil qilishimiz kerak va ularni jihozlash, ayrim tadqiqot ishlarini olib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Matematik ertaliklar, ayrim adabiyotlarda matematik kechalar deb ataluvchi sinfdan tashqarimizning bu turi ommaviy tadbirlardan biri hisoblanadi. O'quvchilar va ota-onalar o'rtasida matematik bilimlarini tarqatish hamda o'quvchilarning matematika qiziqishini
oshirish bo'yicha xizmat qiladi. Shu bilan birga ularni matematika to'garaklariga ko'proq jalb qilish maqsadida mana shu ertaliklar o'tkaziladi. Bunday ertaliklar 1-4 sinflarda yiliga 1-2 marta o'tkazish mumkin bo'ladi. Ertalikni bitta sinf bilan yoki bo'lmasam parallel sinflar bilan birgalikda qo'shib o'tkazish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ertalik o'rta hisobda 1 soat davom etishi mumkin. Biz bu ertaliklarni o'tkazayotganimizda har xil tashkiliy ishlarni tashkillashtirishimizda boshqa sinf o'qituvchilari va ota-onalardan yordam olishimiz mumkin va biz 1 oy avval mana shu ertaligimizni o'tkazishimiz uchun reja tuzamiz va o'sha rejamiz bo'yicha tashkiliy ishlarni olib boramiz va tayyorgarlik ko'ramiz. Biz matematik ertaliklarda har xil nomlar bilan nomlaymiz. Matematikaga bag'ishlangan yoki bo'lmasam zamonaviy matematikaga bag'ishlab matematik ertalik o'tkazishimiz mumkin yoki bo'lmasam matematik tarixiy olim tavalludiga bag'ishlab uning ijodi haqida, o'sha matematik tarixiy olim haqida ma'lumot berishimiz mumkin va uning matematikaga qo'shgan hissalari, uning adabiyotlari bilan tanishtirish maqsadida matematik badiiy kecha o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. U yerda har xil badiiy chiqishlar, tarixiy sahnalar yoki bo'lmasam qiziqarli matematik ko'rinishlar, chiqishlar qilib, badiiy chiqishlar ham hosil qilib o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Keyingi turimiz matematik viktorinalar deb nomlanadi. Matematik viktorinalar ma'lum bir mavzu, bo'lim yoki bo'lmasam umuman matematikaga doir masalalar bo'yicha savol-javob o'yini hisoblanadi. Va buni tashkil qilishda ko'p vaqt va katta tayyorgarlik talab qilinmaydi. Boshlang'ich sinflarda ushbu viktorinalar 10-20 minut davom etadi va bunda oldindan tayyorlangan 5-6 ta savolga og'zaki yoki yozma javob olinadi. 1-4 sinflarda matematikadan viktorinalarni tizimli o'tkazib turish, bir-biriga bog'liq holda o'tkazib turish o'quvchilarni masalalarni turli usullarda yechishga o'rgatadi, ularning fikrlash va hozir javoblik qobiliyatlarini kamol toptiradi. Matematik viktorina qizigan musobaqa tarzida o'tkaziladi. Matematik viktorinalar eng bilag'on, topqir va hozir javob o'quvchini topishni imkon beradi, aniqlashni imkon beradi yoki bo'lmasam eng ilg'or sinfni aniqlash imkonini beradi. Undan keyingi sinfdan tashqari mashg'ulotlarimizning yana bir turi matematik musobaqalar hisoblanadi. Har xil murakkablikdagi masalalarni yechish, qiziqarli masalalar va topshiriqlarni bajarishdagi musobaqalar hisoblanadi. Masalalar yechishda o'z kuchini sinaydigan, yetarlicha tayyorgarligi bor o'quvchilar ishtirok etadi. Musobaqalar o'tkazishni 2-sinfdan boshlab o'tkazish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Matematik musobaqalar maktabdagi yoki sinfdagi yoki bo'lmasam sinflar aro eng ilg'or matematikadan bilimi eng yuqori bo'lgan o'quvchilarni aniqlash maqsadida ushbu matematik musobaqalar o'tkaziladi. Undan keyingi sinfdan tashqari ishlarimizning yana bir turi olimpiadalardir. Olimpiadalar matematik musobaqalardan farq qilib, bu musobaqalarga qaraganda kengroq masshtabda o'tkaziladi va matematika o'rganadigan o'quvchilar mana shu o'quvchilarning erishgan muvaffaqiyatlarini namoyish qiladigan tanlovlar hisoblanadi. Bu olimpiadalar bir necha bosqichlardan iborat bo'lib, avval maktab bosqichida, undan keyin esa shahar bosqichida, undan keyin viloyat bosqichida, undan keyin esa respublika bosqichlarida olimpiadalar o'tkaziladi va ushbu tanlovlarda o'quvchilarning bilimlari sinaladi. Nafaqat Respublika O'zbekiston Respublikamiz, balki chet ellarda, butun dunyolarda matematikadan olimpiadalar o'tkaziladi. Mana shu boshlang'ich sinflarda ham boshqa Rossiya davlatlari, ingliz tili davlatlarida nafaqat onlayn, balki offlayn ko'rishlarda ham matematik olimpiadalar o'tkaziladi. Bu olimpiadalar har xil testlar, matematik masala va misollar bilan qabrab olingan yozma ishlar misolida ko'rinishda olib borilishi mumkin bo'ladi. Undan keyingi yana bir turimiz sinfdan tashqari ishlarimizning matematik ro'znoma deb ataladi. Matematik ro'znoma o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otadi. Matematik ro'znoma odatda matematika to'garagining bir organi hisoblanadi. Shu sababli ro'znomaga to'garak a'zolaridan 5 ta, 6 ta yoki 7 kishidan iborat to'garak a'zolar tashkil qilamiz va o'shalar to'garak a'zolarining kuchi bilan bevosita o'qituvchining rahbarligida matematik ro'znomalar tayyorlanadi. Matematik ro'znomalarimiz yosh matematik, so'roqvoy, jajji olim kabi nomlar bilan nomlanishi mumkin. Va matematik ro'znomalarda har xil matematik qiziqarli masalalar yoki bo'lmasam har xil krossvordlar yoki bo'lmasam arifmetik rebuslar, undan tashqari o'quvchilarning matematikada erishgan yutuqlari mana shu matematik ro'znomalarda e'lon qilib borilishi maqsadga muvofiqdir. Yana bir sinfdan tashqari ishlarimizning turlaridan biri matematika burchak hisoblanadi.
matematik burchaklarda matematika devoriy gazeta, matematikadan ko'rsatmali qurollar, matematikadan yangiliklarni ifodalovchi sonli dalillar keltirilgan yozuvlar keltirib boriladi. Undan tashqari esa o'quvchilarning namunali daftarlari, geometrik figuralar to'plamlari mana shu matematik burchaklarda saqlanadi. Yana o'quvchilar va ota-onalar yordamida o'qituvchi boshchiligida matematik burchak tashkil qilinadi. Matematik burchakni nazorat qilish uchun mas'ul o'quvchilar belgilanadi. Sinfdan tashqari ishlarning turlaridan yana biri matematikadan ekskursiyalardir. Matematikadan ekskursiyalarni tashkil qilishda puxta o'ylab, oldindan rejalashtirilib, ekskursiyaga olib boriladi va ekskursiya natijasida o'quvchilar atrof muhitni idrok qiladilar. Tabiat voqeligini va mehnat jarayonini ko'radilar o'z ko'zlari bilan va kuzatadilar. Mana shu kuzatishlar natijasidagi o'zlaridagi bilimlarni hayot bilan bog'lashni o'rganadi. Matematikadan ekskursiyalar har xil ustaxonalarga, fabrikalarga yoki kombinatlarga, fermalarga, jamoat xo'jaliklariga, dalalarga va boshqa joylarga ekskursiyalarni o'tkazishimiz mumkin bo'ladi va fanlararo aloqadorlik uchun materiallarni to'plash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunga ma'ruzamizning rejalarimizdan yana bittasi bu sinfdan tashqari mashg'ulotlarda foydalanadigan topshiriqlarning turlaridir. Biz sinfdan tashqari mashg'ulotlarda darsda beriladigan topshiriqlardan farqli har xil turdagi topshiriqlarni berishimiz kerak bo'ladi. Mana shu topshiriqlardan quyidagilarni sanab o'tamiz. Masalan, qiziqarli matnli masalalar, o'tkir zehnlikka oid masalalar, hazil masalalar, ko'p yechimli masalalar, ma'lumotlarni ortiqcha yoki ma'lumotlari yetishmaydigan masalalar, mantiqiy masalalar, qiziqarli matematik voqealar yoki arifmetik rebuslar, matematik o'yinlar, matematik fokuslar, boshqotirmalar, matematik tarixiy ma'lumotlar berish va boshqa xil topshiriqlar turlari uchraydi. Mana shu topshiriqlardan biri bu arifmetik rebuslardir. Arifmetik rebuslar hozirgi kunda juda keng tarqalgan va bolalarni juda qiziqtiradigan topshiriq turlaridan biri hisoblanib, bu shunday rebuslarki, arifmetik ifodalarda ba'zi raqamlar, simvollar, harflar, yulduzchalar yoki-da shakllar va boshqa bir turlarda almashtiriladi va bu rebuslarni shifrlash, ya'ni raqamlarni simvollar bilan almashtirish va shifrlar bilan yozilgan sonlarni aniqlashning bir necha turlari mavjud. Buning birinchi turi, agar rebus harflar yoki shakllar bilan shifrlansa, u holda har bir raqamga yagona harf yoki shakl mos keladi va ikki turli harf yoki shakllarga ikki turli raqamlar mos kelishi zarur hisoblanadi. Yana bir turi, arifmetik rebus bitta simvol bilan shifrlansa, u holda bu simvol orqali turli raqamlar shifrlangan bo'ladi. Topshiriq turlarimizdan yana biri she'riy masaladir. She'riy masala bu matematika va she'riyatni birlashtirgan qiziqarli topshiriqlar bo'lib, ular muammoli vaziyatni she'r shaklida ifodalaydi va mana shu orqali o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, quyida biz bitta namuna keltirib o'tganmiz. Masalan, mana she'riy masala. 40 ta o'yinchoqni biz 4 donadan joylaymiz. Qancha qutiga sig'ar? Ana shuni o'ylang. She'riy masalaning javobini ham she'riy tarzda aytishimiz mumkin. Har qutiga 4 tadan o'yinchoqni joylasak, 10 ta qutiga sig'ar. Bundoq o'ylab qarasak. Navbatdagi topshirig'imizning turidan bittasi matematik topishmoqlar hisoblanadi. Matematik topishmoqlar bu matematik tushunchalar asosida tuzilgan bo'lib, qiziqarli savollar yoki jumboqlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlashlarini rivojlantirish, hisob-kitob qilish va hisob-kitob qilish ko'nikmalarini mustahkamlash va matematikaga bo'lgan qiziqishlarni oshirish uchun matematik topishmoqlar ishlatiladi. Quyida biz bir ikkita namunalar aytib o'tdik. Masalan, 4 tomoni teng, aqling qilar keng, burchak to'g'ri emas, o'tkir va o'tmas. Bu topishmoqning javobini o'zlaringiz bilib turganingizdek romb ekan. Bayramdagi qalpoqqa, uchi uzun yalpoqqa o'xshar yong'in chelakka, turi bittadir yakka. Bu topishmoqning javobi esa konusdir. Topshiriqlarimizdan yana bir turi matematik fokuslar hisoblanadi. Matematik fokuslar bu sonlar, formulalar va mantiqiy usullardan foydalanib, hayratlanarli natijalarni chiqarish mumkin bo'lgan qiziqarli o'yin tarzida sodda hisob-kitoblar
hisoblanadi. Masalan, ikki xonali sonlarni 11 ga ko'paytirishning oson usulini keltirib o'tishimiz mumkin. Ikki xonali sonlarimizdan 23 sonni oladigan bo'lsak, 23 ni 11 ga ko'paytiramiz. 23 ni 11 ga ko'paytirganimizda, mana shu 23 sonining ikkisini sonning boshiga, 3 ni sonning oxiriga yozamiz va o'rtasiga 2 va 3 sonning yig'indisini, ya'ni 23 sonning yig'indisini yozamiz. 2 va 3 sonning yig'indisi 5 va 5 sonni o'rtaga qo'ysak, natijada 253 soni hosil bo'ladi. Yana bir misol keltirsak, masalan 36. 36 sonni 11 ga ko'paytiraylik. Bu sonning 3-ni birinchi yozamiz, oxiriga esa 6 ni yozamiz. O'rtasiga 36 ning yig'indisi, raqamlarining yig'indisi 3 va 6 nikini qo'shsak 9 hosil bo'ladi. O'rtaga 9 sonni yozamiz va natijada 396 soni hosil bo'ladi. 45 sonini 11 ga ko'paytirib ko'raylik. 45 ni 4 sonini birinchi yozamiz, 5 sonni oxiriga yozamiz va o'rtaga esa 4 bilan 5 ning yig'indisi 9 sonni yozamiz. Natijada 495 soni hosil bo'ladi. Mana shu berib o'tilgan namunalardagi sonlarni tekshirib ko'rganimizda bu sonlar to'g'ri chiqishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi topshirig'imiz matematik viktorinalardir. Matematik viktorinalar bu matematika faniga oid qiziqarli savollar va masalalar jamlanmasi bo'lib, bilimni sinash, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish va hisoblash qobiliyatini o'stirishga xizmat qiladi. Biz quyida bir ikkita matematik viktorinalarga savollar keltirib o'tgan. 100 ni yarimga bo'lsak, natija necha bo'ladi? Bu chalg'ituvchi savolda o'quvchilarimiz esa 50 deb javob berishi mumkin, lekin aslida 200 hosil bo'ladi. 10 ta nasos 10 minutda 10 tonna suv chiqaradi. 25 ta nasos 25 tonna suvni qancha vaqtda chiqaradi? Ko'rib turganimizda javobi 10 minut hisoblanadi. Soatning mili bir hafta davomida necha marta to'la aylanadi? Yoki bo'lmasam, eng katta 3 xonali son eng katta 1 xonali sondan necha marta katta? O'z qiymatiga ega bo'lmagan raqam qaysi? Metrning 100 dan 1 qismi qanday birlik? Va shu kabi tez topiladigan savollarni matematik viktorinalarda berib borishimiz mumkin bo'ladi. Yana bir topshiriq turlarimizdan biri sahnalashtirilgan masalalardir. Bu sahnalashtirilgan masalalar bolalar ishtirokida kichik rolli o'yinlar orqali matematik tushunchalarni mustahkamlashga xizmat qiladigan topshiriqlar hisoblanadi. Bu topshiriqlar o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. Hayotiy holatlar bilan bog'laydi va darsni qiziqarli qiladi. Masalan, bitta sahnalashtirilgan masalaga ssenariy tuzib namuna keltirdik. Ssenariyimiz: sahna ochiladi, sotuvchi o'z do'konida turibdi, xaridor kiradi. Xaridor: assalomu alaykum, menga 20 so'mlik shirinlik bersangiz. Sotuvchi: marhamat, 20 so'm bo'ladi. Xaridor: menda faqat 100 so'mlik bor. Sotuvchi: menda esa hozir mayda pul yo'q. Men hozir qo'shni do'kondan pulni maydalab kelaman. Sotuvchi qo'shni do'konga borib, qo'shni sotuvchidan 100 so'mlikni maydalab keladi va sotuvchi xaridorga 20 so'mlik shirinlikni beradi, ustiga 80 so'm qaytaradi. Xaridor esa chiqib ketadi. Sal o'tmay qo'shni sotuvchi yugurib keladi. Qo'shni sotuvchi: "Ey, sen menga bergan 100 so'mlik soxta pul ekan. Menga haqiqiy 100 so'mlikni ber." Sotuvchi majbur bo'lib unga yana 100 so'mlik haqiqiy pul beradi. Endi savol: sotuvchi umumiy hisobda necha so'm zarar ko'radi? Bu sahnalashtirilgan masalani o'quvchilar yordamida sahnalashtirib ko'rsasak qiziqarliroq bo'ladi va bunda o'quvchilarni chalkashtirishi mumkin bo'lgan vaziyatda o'z ko'zlari bilan ko'rib ishonch hosil qiladilar. Bu yerda chalkashtirib turadigan vaziyat bu soxta 100 so'mlikdir. Ko'pchilik buni hisoblaganda savolga javobni sotuvchi umumiy hisobda 200 so'm zarar ko'radi yoki bo'lmasam 180 so'm zarar ko'radi degan javoblarni berish mumkin. Lekin aslida sotuvchi faqatgina 100 so'm zarar ko'rgan bo'ladi va biz buni sahnalashtirilgan masala ko'rinishida ko'rsatsak, o'quvchilar faqatgina 100 so'mlik zarar ko'rganini o'z ko'zlari bilan ko'rib ishonch hosil qiladilar. Undan keyingi topshiriq turimizdan yana biri mantiqiy masalalardir. Mantiqiy masala bu aql va mantiq orqali yechiladigan topshiriq hisoblanadi va bu muammoli tarzda berib boriladi.
va u odatda fikrlash, tahlil qilish, solishtirish va xulosalash qobiliyatini talab qiladi. Bunday masalalar odamning mantiqiy fikrlashini, diqqatini va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Biz quyida bir ikkita mantiqiy masalalarga namunalar keltirib o'tdik. Masalan, birinchisi, shilliq qut daraxtga 5 metr chiqsa, 4 metr tushadi. Daraxt 100 metr bo'lsa, shilliq qut daraxtga necha kunda chiqadi? Bu masalaning javobi 96 kunda ekan. Lekin o'quvchilar buni yechish jarayonida 5 metr yuqoriga chiqib 4 metr tushsa, demak 1 kunda 1 metr daraxtga chiqar ekan shilliq qut deydida, uni daraxtning uzunligiga ko'paytirib 100 metrga ko'paytirib 100 kun deb javob berish mumkin. Lekin 96-kunda hisoblab borilganda daraxtning 100-metriga chiqadi. Va bizda so'ralayotgan narsa xuddi shu. Qaytib tushishi bizni qiziqtirmaganligi uchun bu yerda mantiqiy masalani yechimi 96 kun deb javob beriladi. Yana biri, sizni 6 ta qora, 8 ta oq, 4 ta qizil va 2 ta yashil paypog'ingiz bor. Siz qorong'ida tortmadan necha dona paypoq olsangiz, sizda aniq bitta paypoqning o'z poyi, ya'ni o'z jufti bilan bo'ladi. Bizda chalg'ituvchi narsa bu 8 ta, 4 ta, 2 ta deb sonlarni qo'shishimiz bo'ladi. Paypoqlarning sonini qo'shishimiz bo'ladi, lekin aslida biz uning paypoqlarini soni emas, ularning rangini hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Bizda oq, qizil, yashil va qora 4 xil rangli paypog'imiz bor. Biz uni 5 ta dona paypoqni olsak, qaysidir paypog'imiz aniq bir xil rangda bo'ladi. Undan keyingi topshiriq turlarimizdan biri bu tarixiy masalalardir. Tarixiy masalalar topshiriqlardan berishdan maqsad sharq tafakkurlarini, merosini o'rganish, ularning asarlarida uchraydigan ayrim boshlang'ichlarga xos bo'lgan matematik qoidalar, qonuniyatlar va xossalar o'rganiladi. Masalan, biz quyida G'iyosiddin Jamshid al-Koshiyning oltin va dur haqidagi masalasini misol qilib keltirib o'tdik. Bu masala quyidagidan iborat. Oltin va durdan yasalgan bezakning og'irligi 3 misqol, bahosi esa 24 dinor. 1 misqol oltin 5 dinor, 1 misqol dur 15 dinor bo'lsa, bezakda necha misqol oltin va dur ishlatilgan? Misqol bu qadimgi og'irlik o'lchov birligi hisoblanib, taxminan 4-5 grammdan 4-8 grammgacha teng hisoblanadi. Bu tarixiy masalani Al-Koshi, Al-Jabr va Al-Muqobala usulida quyidagicha yechib o'tgan. U bezakdagi dur miqdorini x misqol bilan belgilab olgan. U holda bezakdagi oltin miqdori 3 minus x misqol deb belgilanadi. Bezakdagi durning narxi 15x dinor deb belgilansa, bezakdagi oltinning narxi 5 ko'paytirilgan qavs ichida 3 minus x dinor deb hisoblanadi. Biz bu tenglamani yechganimizda oltin 2,1 misqolga, dur esa 0,9 misqolga tengligi kelib chiqadi. Hurmatli talabalarimiz, bugun sizlar bilan o'tgan ma'ruzamiz mana shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.